Assalomu alaykum azizlar. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida Gentra avtomashinasi sotiladi. Yili 2015-yil. Avtomat. Mexanika bo'lgan, avtomat qilingan. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz. Narxini aytib o'taman. Qayerda kamchiliklar bor, hammasini aytib o'taman. Oldindan uzr so'rayman. Men bloger emasman yoki sotuvchi emasman. O'zimning nomimdagi mashina. Minishga tayyor. Kraskasi yo'q. Faqat ishga borilgan. Ishdan uyga kelingan. Hop. Mashina 157 000 kilometr yurgan. Ko'rishlaringiz mumkin. O'zini barlari, chiqoli. Avtomashina toza holatda. Mers rul, mers fara original qo'yilgan. Avtomatiga kelsak, bu avtomashina Gentra 2015 yevro birinchi pozitsiya bo'lgan. Biz 2023 Gentra avtomashinasidan avtomatini 2023 avtomatini priborini qo'yganmiz. Korobkasi, ichidagi polni kabellari polni almashgan. Bu yerda pridilka degan narsa bo'lmagan. Shunday biriga bir almashgan. Miyalarigacha, shu 2023 da miyalarigacha almashgan. Mashinada hech qanaqa yurishida muammo yo'q. Avtomashina propanga yuradi. Tortish yaxshi. Polni elektropaket. Ular ham ko'chgan. Ular ham ishlaydi hammasi. Mashina propanda. Oltmish beshtalik propan yangi qo'yilgan. 2025-yil oktyabr oyida ishlab chiqarilgan propan balon. Oktyabr oyida 2025. Tortishi yaxshi, rasxodlari yaxshi. Orqa kamera monitorga ulangan. Orqadan ko'rinishi. Yon oynalar qiziydi, avagrev bor. Elektronni qaytib o'ziga joyiga qaytaradi. Elektronni ishlaydi. Kraskasiga keladigan bo'lsak, mayda juda rixtovka deydi, nima deydi? Etnomi. Mana shu yerda bor. Ikkinchi kraska. İkinci kraska mana shu yerda bor. Boshqa joyda kraskasi yo'q. Toza. Benzinga ham yuradi. Hech qanaqa отказ qilmaydi. Amerikanka fara original qo'yilgan. Sarg'ayib qolmaydi hech qanaqa. Tartibga soluvchi qulflari bor. Motor qismi. Propan original miyalari qo'yilgan o'zini.
Original. Konditsionerlar ishlaydi. Yaxshi sovutadi pechkalar. Yaxshi isitadi pechkalari. Narxi 110 million. Kelishtirib beramiz. 110 million kelishtiramiz. Olish niyatida bo'lganlar aloqaga chiqsa, raqamni video ostida qo'yib ketaman. Agar kimdadir qanaqadir avtomashinaga almashtirish fikri bo'lsa, Onix ga almashaman. Ustamasini kelishamiz. Buni ustiga beriladigan ustamasini kelishamiz. Qanday fikrlar bo'lsa chiqingizlar. Kommentariyada har qanday yoqimsiz fikrlar qoldirmaysiz. Men sotish maqsadida qo'yapman. Bu yerda buni maqtash yoki kimnidir asabiga tegish uchun emas. Kimdir olsa yaxshi kunlariga minsin, kelishamiz. Aloqa chiqingizlar. Rahmat.